Turnirga biza chempion bo'lishga maqsad qo'yib ketuvdik. Endi peshonasiga shu yozilgan ekan. Bu shu. Hop, turnir davomida aynan qaysi jamoaga qarshi sizlarda o'yin qiyin bo'ldi? Xorvatiyaga qarshi o'yin qiyin bo'ldi, chunki ular baribir Yevropa komandasi. Kopto hamma narsa ular disiplina o'ynadi. O'sha bizani qiynab qo'ydi-da, bor kuchimizni berib o'ynadik Xorvatiyaga qarshi o'yin. Va bu o'yin oldidan penaltiga tayyorgarlik ko'rilganmidi? O'zi har turnirdan oldin biz penalti hamma narsaga tayyorgarlik ko'ramiz. Har turnirga ko'rilgan edi bu o'yinga. Hop, kelajakdagi maqsadlaringiz va rejalaringiz haqida? O'zi maqsadim shu jahon chempioni bo'lish edi. Shu O'zbekistonda qayd etilmagan natijani qayd etish edi. Jahon chempioni bo'lish, lучший игрок olish edi. Endi peshinaga shu yozilgan ekan. Yevropada o'ynash. Yo'q. Sizga omadingiz, rahmat. Rahmat.